qo'ylarga iloji boricha yaxshi sharoitda berish kerak ekan. O'sha yoz kuni salqin qilib berish kerak. Har doim oldiga suvlarni quyib qo'yish kerak, suvlarni yangilab qo'yish kerak. Shunga qo'y yaxshi o'zgarar ekanda. Mana ustiga hozir ventilyator qo'yib beruvdim. Tomni tagidan mana bunaqa stiklovata qo'ydirganman. Shuni hisobiga ham anchagina salqin qo'ylar mazza qilib yotibdi. Qo'y bilasiz, qancha yotsa shuncha yaxshi semiradi. O'zi menga unchalik semirgani ham hozircha kerak emas, chunki men nasl olishga, bulardan bola olishga boqaman. Lekin juda ozib ketgani ham bo'lmaydi. Juda ozib ketsa ham qo'y qochmay qoladi. Shu hisobiga mana shular o'rta vazn, mana shunaqa bo'lib turaversa, qo'y yaxshi qochib, tezroq o'zi bolasi emiziklik bo'lib turgan joyiga ham qochib ketaverar ekan. Agar o'sha suvga shlankalar tortib kelib, bittagina shuni ustanovka qilsak, bu ham ancha o'zimizga ham qulay bo'ladi, bularga ham suvni har doim olib turishiga ko'proq yordam beradi. Xullas shunaqa qilib ularga ventilyator qo'yib berdim. Mana 3 ta. Qilib maza qilyapti hammasi mana qo'zilari bilan birga. O'zi qo'zilari ham ajratadigan bo'lib qoldi, katta bo'lib, bularni ham bolasi ajratamiz.